Assalomu alaykum. Sher Architects'ning O'zbekistondagi ambasadori sifatida men turli xalqaro konferensiyalarda ishtirok etdim. Dunyoga mashhur arxitektorlar bilan uchrashdim. Vaqt o'tgan sayin bir fikrga yanada ko'proq ishonch hosil qildim. O'zbekistonda yaratilayotgan arxitektura albatta dunyoga namoyish etilishi kerak. Sher Architect Awards tanlovi ochiq va sizlarning loyihalaringiz xalqaro e'tirofga erishish imkoniyatiga ega. Men mamlakatimizning xalqaro maydonda yanada ko'proq tanilishini istayman. Loyihani hayotga tatbiq etishda ishtirok etgan har bir inson, arxitektor, developer, pudratchi, investor va hatto ushbu obyekt yaratilganda ishtirok etgan insonlar ariza topshirishi mumkin. Arizalarni qabul qilish bepul va 31-iyulga qadar davom etadi. Dunyoga nima yaratayotganimizni ko'rsatish vaqti keldi.